dimlab qo'ygandan keyin ikkinchi jarayoni mana Yevropadan olib kelingan torf pH 5.5 6.5 0011 un markadagi torfimizni xudo xolasa mana shunaqa plyonкani yoyib olib biogomus bilan 50-50 aralashtiramiz. 2 qop o'sha 50 kilolik qopda biogomus, 1 qop 250 litrlik torfimizni aralashtiramiz va aralashtirib kaseta berib yuborgin. O'rtog'ini ham ol. Shunaqa tog'orga suvni quyamiz. Suvni quyib shunaqa yantarniy kislotadan ozgina 10 litrga 5 gram miqdorda yantarni qo'shib yuboramiz. Bu ildizni rivojlantirishga yordam beradi. Xo'p, mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyin mana shunaqa holatda tayyor qilib, mana shunday suvli qilib, mana namini qochirmagan holatda mana shu darajaga olib keltiramiz va mana shunaqa qilib kasetaga bosamiz. Chiroyli qilib bosib, keyin bunga o'tqizish o'sha qulpinayni ko'chatini, o'sha kanoplarni pikrovka deyiladi, o'sha pikrovka qilib o'rnatib chiqamiz. Hozircha shu bizning video roligimizda mana shu qisqacha video rolik qildik. Xudo xolasa endi qolgan jarayonlarni ham xudo xolasa tashlab boramiz gruppamizga, kanallarimizga. Ko'rib, iloyim har bitta shu biznesga qiziqqan insonga manfaatli bo'lsin. Iloyim biz yordamimiz tegsa, Alloh qodir qilgancha ilm bilan boshlasangiz inshaalloh albatta yaxshi natijalarga erishasiz va erishinglar iloyim.